Kunlarning birida chekka qishloqni aylanib yurgan shaytonning ko'zi bir manzaraga tushdi va u o'sha hovli ro'parasida to'xtadi. So'ng daraxtga suyangancha buzog'i qoziqqa bog'langan sigirni sog'ayotgan kelinchakni tomosha qila boshladi. Bu holatni uzoq kuzatgan shayton borib buzoqning qoziqqa bog'langan ipini salgina bo'shatib qo'ydi. Onasining sutini chelakka sog'ib olinayotganini kuzatib turgan buzoqcha ochlikka chiday olmay tortina qoziqdagi ipni yechib shataloq otgancha yugurib borib chelakdagi sutni to'kib yubordi. Sog'ilgan sut isrof bo'lganidan jahli chiqqan kelinchak ortida turgan xoda bilan buzoqni bir tushirgan edi. Buzoq yerga yiqildi. Bolasining kaltaklanganiga chidolmagan sigir kelinchakni suzib o'ldirdi. Uzoqdan o'tayotib noxush voqeaga guvoh bo'lgan qaynota uydan miltiq olib chiqib sigirni otib tashladi. Miltiq ovozini eshitib tashqariga chiqqan kuyov bola narida yotgan juft halolining jonsiz tanasi va qo'lida miltiq ko'tarib turgan otasiga duch keldi. U otasidan miltiqni tortib oldi-da otasini otib tashladi. Bir ozdan so'ng nima bo'lganini tushunib yetgan o'g'il o'z joniga qasd qildi. Bularning barchasini bir chekkada kuzatib turgan shayton buzoqning ipini bo'shatishdan boshqa ish qilmagan bo'lsam-da, bu falokatni ham odamlar menga to'ngashadi, dedi-da pinagini buzmay yo'lida davom etdi.